Amir Temur nega To'xtamishxonga mislsiz rahm qildi-yu? Ammo u javoban Sohibqironga qanday dahshatli xiyonat qildi. Zafarnomada yozilishicha, dushmanidan qochgan yosh To'xtamish joni oqildida Sohibqirondan panoh so'raydi. Temur bu qochoqqa rahm qilib, uni o'z o'g'lidek kutib oladi. Buni eshitgan g'azablangan O'risxon elchi yuborib do'q qiladi. U o'g'limning qotili. Qochoqni darhol topshir, bo'lmasa urushga tayyorlan. Ammo Temur o'z davlatini xavf ostiga qo'yib, u menga sig'indi, uni hech kimga bermasmen. Urush desangiz tayyormiz, deb javob beradi. Sohibqiron o'z so'zida turadi. Qahraton qishda, qalin qor va izg'irin bo'ron ostida ulkan lashkar bilan O'risxonga qarshi jangga kiradi. 3 oy davom etgan sovuq va qonli to'qnashuvlarda dushman chekinishga majbur bo'ladi. Temur yigitni shunchaki qutqarib qolmadi. Unga podshohona liboslar va butun boshli lashkar tortiq qilib, o'z beklariga To'xtamishni Oltin O'rda taxtiga o'tkazishni buyuradi. Xo'sh, butun boshli ulkan imperiyani tekinga olgan To'xtamishxon, o'z otasidek asragan insonga pichoq ko'targan xoin, o'zining sharmandali o'limini qanday topdi? Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq obuna bo'ling. Tarixning eng qonli qasosini keyingi qismda fosh qilamiz.